Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, doktor Sherali sizlar bilan. Insonda kortizol degan gormoni bor. Buyrak usti bezida ishlab chiqariladi. Bu stressning asosiy gormoni hisoblanadi. Endi qarang, uyqusizlik holatida, ya'ni inson yaxshi uxlay olmay yuraversa, shu gormon nima bo'ladi? Bu gormon ko'payib ketadi do'stlar. Stressni asosiy gormoni bo'lgan kortizolni inson tanasida ko'payib ketishini tanaga ancha-muncha ziyonlari bor. Kortizol gormoni ko'payib ketsa, mana bu yoqda ko'rsatganman, insonning immuniteti tushib ketadi. Immunitet tushib ketishi esa inson uchun juda ham ziyondir. Immuniteti kuchli bo'lgan inson tirnog'igacha qurollangan armiyasi bor qal'aga o'xshaydi. Bu qal'ani darvozasi mahkam, qal'a devorlari baquvvat bo'ladi. Immuniteti, ya'ni dushman kira olmaydi. Immuniteti baquvvat bo'lgan odamni shunga o'xshatish mumkin. Kasal bo'lmaydi, ancha-munchaga kasal bo'lmaydi, tez gripp bo'lmaydi. Endi immunitet tushib ketgandan keyin esa bu endi tez gripp bo'ladi, tez kasal bo'ladi, nimjon insonlarda immunitet past bo'ladi. Endi qarang. Kortizol gormonining yana bitta ziyoni bor. Bu H-xlor, vodorod xloridni ko'payishiga sababchi bo'ladi. H-xlor esa oshqozonni shilliq pardasining dushmani hisoblanadi. Faktor agressiya deyiladi va H-xlorning ko'payib ketish uzoq davom etsa, ma'lum bir vaqtdan keyin davolanmasa, gastritga yoki yazilga olib keladi. Ko'rdingizmi? Kortizol gormonining ko'payib yurishi insonda qandli diabet kasalligini kelib chiqishiga olib borishi mumkin. Isbot kerakmi? Ha, isbot bo'lsa aytaman, kerak bo'lsa, qandli diabet kasalligini paydo bo'lishida stressni aniq va yaqqol o'rni bor. Asosiy sabablardan biri stress. Stress degani endi ruhiy, asabiy zo'riqishlardir. Insonning qon bosimi ham ko'tariladi. Falon odam asabiylashganidan qon bosimi ko'tariladi degan gapni ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Shu asabiylashish natijasida ham kortizol ko'payadi. O'zingizni asrang. Uyqusizlik bo'yicha konsultatsiya kerak bo'lsa, marhamat, sog' va salomat bo'ling, yashash tarzingizni yaxshilashtiring. WhatsApp, Telegram nomerlarimizga chiqib, bizdan konsultatsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Kurslarimiz bor, qatnashing. Rahmat.